ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosatchilarni g'iybat qilish yoki ular orasiga bir nifoq tushirishga urinish bu so'z erkinligi emas, balki jamiyat ishonchi va xalq bilan muloqotni buzishga qaratilgan bir harakat deya baholash. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yordamchisi lavozimidagi faoliyati davrida Saida Shavkatovna tomonidan O'zbekistonni jahondagi nufuzini yanada ham yuksaltirish, aholi turmush farovonligini yoki yoshlarni zakovatini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash, ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy soha deymizmi, madaniyat va ta'lim sohalarini rivojlantirish kabi islohotlarda ko'plab tashabbuslar amalga oshirildi. Hukumat rahbari, ya'ni bosh vazirga ham davlat rahbari tomonidan ko'plab ishonch bildirilganiga butun dunyo guvoh. Mazkur ishonchni oqlash maqsadida 24/7 rejimda ishlash juda ham murakkab jarayon. Hatto ommaviy axborot vositalari orqali ham kuzatish mumkin. Bir kun bu hududni, kechga borib yana boshqa hududni, kezi kuniga 20 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazib, yana barcha topshiriqlar nazoratini amalga oshirish, bir so'z bilan aytganda bu juda ham og'ir mehnat. Har ikkala lavozim ham ko'rib turganimizdek juda ham katta strategik ahamiyatga ega. Lekin maqsad va qadriyatlar bir xil. Ya'ni davlat boshqaruvida davlat rahbariga kamarbasta bo'lib, el yurt ravnaqi yo'lida sidqidildan xizmat qilish. Sir emaski, ayniqsa so'nggi yillarda so'z erkinligi borasida O'zbekistonda salmoqli ishlar amalga oshirildi. Lekin ijtimoiy tarmoqlar orqali siyosatchilarni g'iybat qilish yoki ular orasiga bir nifoq tushirishga urinish bu so'z erkinligi emas, balki jamiyat ishonchi va xalq bilan muloqotni buzishga qaratilgan bir harakat deya baholash mumkin. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda bittasi chiqib, prezident administratsiyasiga rahbar etib Saida Shavkatovna tayinlanganlari va bosh vazirning ham prezidentlikka ambitsiyalari borligi haqida so'z yuritmoqda. Avvalambor tushunib yetish kerakki, prezident administratsiyasi bu O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatini axborot tahliliy va tashkiliy nazorat jihatidan ta'minlashni amalga oshiruvchi bir davlat organi. U yerdagi yordamchi, maslahatchi yoki departament xodimlari va boshqa kadrlar ular rahbariyat tomonidan tayinlanadi va ishdan ozod etiladi. Bu yillar davomida saqqallanib kelayotgan amaliyot. Bu mavzuda kimnidir tanqid ostiga olishdan oldin hech bo'lmasa konstitutsiya bilan belgilangan normalarga nazar solish darkor. Chunki unga muvofiq prezident o'z huzuridagi xavfsizlik kengashini tuzadi va unga boshchilik qiladi hamda e'tibor berish kerakki, o'z vakolatlarini, ya'ni ularning amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida prezident administratsiyasini, shuningdek maslahat kengashi organlarini shakllantiradi. Tabiiyki, bunday lavozimlarga yuqori rahbariyat o'zining ishona oladigan va salohiyati shunga mos bo'lgan shaxslarni tayinlaydi. Chunki buning ortida millionlab xalq taqdiri kabi juda yuqori mas'uliyat turadi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimi esa bu avvalambor hukumat rahbariyati demakdir. Bu postga nomzod qonunchilikka muvofiq davlat rahbari tomonidan barcha siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan maslahatlashuvlar o'tkazilgandan so'ng taqdim etiladi va ya'ni bunday lavozimlarda nomzod shunchaki tayinlanmaydi, balki ulkan salohiyat, vatanparvarlik va tajriba kabi yetuk xususiyatlarni inobatga olgan holda parlament tomonidan ko'rib chiqiladi va ma'qullanadi. Har ikkala lavozim ham ko'rib turganimizdek juda ham katta strategik ahamiyatga ega. Lekin maqsad va qadriyatlar bir xil. Ya'ni davlat boshqaruvida davlat rahbariga kamarbasta bo'lib, el yurt ravnaqi yo'lida sidqidildan xizmat qilish. Mana shunday mas'uliyatli lavozimlarda o'zlarini ham aqliy zakovati, ham jismoniy salomatligini boricha safarbar qilib mehnat qilayotgan insonlar o'rtasiga bundayin bir ayyorona chiqishlar bilan nifoq solishdan nima naf? Axir hamma ko'rib, guvohi bo'lib turibdi-ku. Masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti yordamchisi lavozimidagi faoliyati davrida Saida Shavkatovna tomonidan O'zbekistonni jahondagi nufuzini
yanada ham yuksaltirish, aholi turmush farovonligini yoki yoshlarni zakovatini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash, ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy soha deymizmi, madaniyat va ta'lim sohalarini rivojlantirish kabi islohotlarda ko'plab tashabbuslar amalga oshirildi. Bunga misol qilib mana Qoraqalpog'istonda ijtimoiy iqtisodiy infratuzilmani yaxshilash va eng muhimi hududda biznes yuritish uchun katta istiqbollarga ega bo'lgan ulkan salohiyatidan oqilona foydalanish maqsadida ishlab chiqilgan Qoraqalpog'istonni 2035-yilgacha rivojlantirish strategiyasi ham yaqqol misol bo'la oladi. Bilamizki, hududlarda amalga oshirilayotgan loyihalarda kechiktirib bo'lmas muammolarni hal qilish kerak bo'lib qoladi. Bunday vaziyatlarda ham davlat rahbariga ham operativ tarzda axborot berish, ham tezkorlik bilan qaror qabul qilish juda ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasiga rahbar tayinlanishida o'ylaymizki, mana shunday mezonlar ham inobatga olinadi va ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab mansabdor shaxslarni farzandlarini qilgan bir nomaqbul ishlarini ko'rish mumkin. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki ming afsuski barcha mamlakatlarda kuzatib keladigan holat. Shunday ekan, mas'uliyatli ishda barcha bilim va ko'nikmalarini safarbar qilib, otasining yonida yelkama-yelka turib faoliyat yuritish ham katta mashaqqat, ham kishidan cheksiz matonat talab etadi. Hukumat rahbari, ya'ni bosh vazirga ham davlat rahbari tomonlaridan ko'plab ishonch bildirilganiga butun dunyo guvoh. Mazkur ishonchni oqlash maqsadida 24/7 rejimda ishlash juda ham murakkab jarayon. Hatto ommaviy axborot vositalari orqali ham kuzatish mumkin. Bir kun bu hududda kechga borib, yana boshqa hududda kezi kuniga 20 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazib, yana barcha topshiriqlar nazoratini amalga oshirish, bir so'z bilan aytganda, bu juda ham og'ir mehnat. Tabiiyki, o'z navbatida bunday rejim kishining salomatligiga ham, ruhiy holatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Agar insonda qat'iy va eng muhimi oliy qadriyatlar bo'lmas ekan, bunday mashaqqat bilan ishlashi shunchaki iloji yo'q. Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, qo'sh tirnoqdagi turli ekspertlar chet el mamlakatlaridan turib ig'volar tarqatgandan ko'ra, kelib yoki kerak bo'lsa o'sha yerdan turib O'zbekistondagi zarur og'ir uchastkalarda samarali davlat boshqaruvini yuritishda yoki aholi turmush tarzini yaxshilashda o'z salohiyati va imkoniyati darajasida yordam ko'rsatgani yaxshiroq bo'lardi. Umuman olganda, mehnatkash va eng muhim mas'uliyatni bo'yniga ola olgan har qanday darajadagi rahbar borki, ularni intensiv ravishda qo'llab-quvvatlash yanada samarali va ijobiy boshqaruvga sabab bo'ladi.